Assalomu alaykum qadrli youtuberlar, YouTube kuzatuvchilari. Qalaysizlar, tuzukmisizlar, charchamayapsizlarmi? Oxirgi paytlar juda ham talab yuqori bo'layotgan mini elektron mashinachalarimiz hozir ishlab chiqaruvchi zavod tomonidan Farg'ona shahariga chiqib ketyapti. 3 xil rangda ishlab chiqariladi. Oqi, moloshnisi va qorasi bor. Eng qizig'i narxi arzon va bitta zaryadni o'zida 170 kilometr masofa bosib o'tadi. Zaryadi bo'ladigan bo'lsa uy sharoitida bor yo'g'i 1800 so'mga to'ladi. Maksimal tezligiga keladigan bo'lsak, akalar, maksimal tezligi 50-55 kilometr. Yosh katta otaxonlarga, masjid, bog'chalarga chiqib kelgani va ayollarimiz ishga borib kelgani juda ham aktualniy variant. Narxi juda ham arzon. 4 ta eshikli va 4 ta sideniyalik avtomat korobka hisoblanadi. Balonlari juda ham baquvvat. Hozir yaqindan ko'rsatishga harakat qilaman. Oldida LED faralari bor. Ichkaridan sideniyasi 4 kishilik. Bu orqa tomondan hozir mana sizlarga ko'rinishi. Aytib o'tganimdek 3 xil rangi bor. Oqi, qorasi va moloshnisi bor. Dokumentidan muammosi yo'q. Xarid qilib olganlaringdan keyin zavod tomonidan shot spravka beriladi. O'zbekistonda 12 ta viloyati bo'yicha yetkazib berish xizmati kelishilingan holatda chakana savdo, naqd pul savdoga ham buyurtma asosida sotib olsalaring bo'laveradi va ulgurji savdo bilan shug'ullanadigan akalar ham bemalol aloqaga chiqsalaring bo'laveradi. Minikar avtomashinasi O'zbekistonda juda ham trendga chiqib ketdi. Sababi shaharlarda probkalar ko'payib ketgan va mashinalar narxi juda ham qimmat. Ayolingizga mashina beradigan bo'lsangiz juda ham xavfli, urib olishidan qo'rqasiz yoki bo'lmasa otaxonga, dadangizga mashina bermoqchi bo'lsangiz, davleniyasi bo'ladi, tezlikdan qo'rqib qoladi. Shunaqa variantlar uchun juda ham aktualniy, idealniy variant. Pastga zavodning nomerini qo'yib qo'yapman. Narxi va qo'shimcha ma'lumotlari bo'yicha bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Aytgancha akkumulyator litionniy akkumulyator bo'ladi. Bitta zaryadni o'zida 170 kilometr masofa bosib o'tadi. Litionniy akkumulyator, ma'lumot o'rnida aytaman. Litionniy akkumulyator 5 yildan 8 yilgacha o'rtacha xizmat qiladigan akkumulyator hisoblanadi va zavodda har bitta zapchasti bor. Akkumulyator balonidan tortib oynalarigacha. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Avtomat korobka, ventilyator va pechkasi bor. Juda ham yoqimli, приятный ощущение beradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun, shunaqa qiziq narsalarni, qiziq ma'lumotlar yo'qotib qo'ymaslik uchun albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Zavodda ishlab chiqaruvchi nomerini qo'yib qo'yapman. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.